Assalomu alaykum, nurlanmagan yo'lga qadrli obunachilari. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa bir video qo'ygandik do'stimiz Azizjonning uyida. Qushlar uchun maxsus kataklar qo'ygandik, joylarni qilgandik. Mana issiqqina pechkalar yonyapti. Do'stimiz Xudo xolasa mana mehlarni berib, ma'lumotdagi rejalar, managa valnisi qushlar. Do'stlar, qushlarimizni bizga yutuq bo'lgan tomoni mana birinchi katakdami, ikkinchi katakdami tuxumlab kelgandik, bosyapti degandik. Inshaalloh bugun mana 3 taga bolasi yetib boribdi. 3 tasi ochib chiqibdi. Qolganlari ham bitta kunda kunora ochib chiqyapti ekan. Hammasi tuxumga kirdi. Hammasi mana tuxumlarga kirdi, kataklarda, jo'jalarda. Bularda bizga maladoy vaqti yetib kelib qolgan, o'zi qo'shiladigan, lekin aniq vaqti bo'lmagan ma'noda olib kelgandik. Egalari shunaqa degandi. Tayyor bo'lib qoldi degandi, lekin qachon tuxumga kirishi noma'lum edi. Lekin bitta bunaqa keng joy, issiq joyda olmalar, mana sharoitlarni, yemlarni ko'rib turibsizlar do'stlar. Hamma yemlardan bor. Bu tomonda mana olma, semichga o'tgan safar hali Instagram videosida ko'rgandim. Apelsin, mandarin, banan qilib hamma videolarni qo'yib qo'yishgan ekan. Kivilargacha mabodoga nordonlar xolos. O'zimiz yeymiz shu narsalarni, lekin mana shu qushlarga shunchalik mehr berilib, maqsad shu narsani ko'paytirish, shundan daromad qilish. Bularga nima qilish kerak? Tuxum po'chaq, kaloriya bo'lish uchun. Kesak, misol uchun, molni tuzi, kimdir yangi boqadigan bo'lsa agar Ma'lumot ekan mana do'stlar, aksariyat yaxshi ekan. Yaxshi ekan, endi mana behini qaynatilgani. Behini, aslida u shu qushlar uchun behini qaynatib berilyapti ekan mana. Behini qaynatilgani, kesaklar. Hozirgi mana do'stimiz bilan ozgina o'tirdik. Mana shu joyda ashita o'tirdik, gaplashib ozgina mazax tomosha qildik, lekin shu mana shu kesaklardan yeganni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi bu ham hali kaloriyasi qanday deb tuxum yeydi ekan buni? Tuxum, turpoq, mana shu narsalar yeydi ekan mana. Dollar endi bu nimalar endi? Hali kivi, buni mandarin, o'zlari kerak narsani yeyverar ekan. Nima topsak shuni qo'yib mana kerakli vitaminlarni ko'paytirish. Ilib Olmalarni ko'ryapsizlar do'stlar. Qushlar ham mollab turibdi. Nega yemaydi? Mana do'stlar ko'ryapsizlar, mana qanchalik mehr berilyapti. Mana ko'p qo'yganmiz olmalarni misol uchun. Ko'p yeydigan narsasi ko'p olmaykan ularda. Keyin tuxum po'chaq. Tuxum oqyammi yedimki? Yo'q, tuxumni o'zini ham yeydi, po'chag'ini ham yeydi. Po'chag'ini ham ancha hali tez rivojlantirar ekan. Tuxumga tez haydaydi ekan, ko'payishga nima qilar ekan? Tezlashtirar ekan. Ko'payishini tezlashtiradi. Misol uchun ularlar par bo'lsa, u turibdi. Ko'ribsan, mana shular misol uchun tuxumga haydab, misol uchun gnezdo talashib, boshqa qilib. Bizda hozir gnezdo kam qo'yganmiz, albatta. Xudo xolasa tez kunlarda yetkazib beramiz, gnezdolarni ko'paytirib beramiz. Qushlar ko'p, lekin ochib chiqyapti. Mana misol uchun mana hozir bolalarni keyin ko'rsataman. Do'stlar, mana hozir hech kim ko'rmagan, o'zim ham rosa qiziqqan narsa. Mana shuni hozir ko'rsatdim. Mana ochib chiqyapti mana. Voy, mana bolachalari do'stlar, qonnilari ham zo'r, mana patlari chiqib qolibdi, eng katta birinchi ochib chiqqan. Birinchi ochib chiqqan, mana patlari chiqib qolyapti o'zi. Mana qolganlari ham Xudo xolasa 3 ta ochib chiqdi bu yerda. 3 ta ochib chiqdi. Bu gnezdomizda 3 ta qolganlariga mana bittadan tuxum qo'ydim. O'zi bular ishlashni boshladi. Xudo xolasa daromadga kirish. Daromadga kiryapti. Do'stlar, sizlarga ham shu biznesni taklif qilib qolamiz. Avvalo o'zlaring do'stlar, bo'sh joydan unumli foydalaninglar. Bo'sh joylar bo'lsa, hech qancha nima qilmaydi bu. Mana misol uchun
buni qishdan olib chiqib olish. Misol uchun, qishdan olib chiqib olish, isitamiz, rasol qilamiz, ko'mir yoqamiz. U ko'mir nima masalan, misol uchun mana yoqsak, mana. Oddiy tekinlar. Mana salapan, tekin mana shu. Tekin salaman. Qirqim. Ha. Trikotajchilar, biznesmenlar, trikotajchilarda qirqimi. Mana buni nima qiladi? Yoqiladi. Issiq zo'rmi? Vahshiy atmosfera shu go'zal. 2 mahal, 3 mahal. Ertalab 3 mahal mana. bu ana 3 mahal yoqiladi bo'ldi. Xo'rozda vahshiy mazza ko'ryapti. Ha, mana nechun? Janadan bo'ladi. Bitta pechkani qo'yib, ana go'ng, trikotajdan, отходlaridan. Molni go'ngi bor, shularni qo'yib, Suvlarni har kuni almashtirilyapti. suvga arqib olmoqchilari. O'z bunga tuxum to'g'ri berasiz. Qani tuxumga bo'ldimi? Unga bo'ldi. Qo'yman jo'jalarimiz ham ishtahasi zo'r, Toza toza katta bo'ldi. bo'lyapti. O'tgan videoyimni ko'rgan bo'lsalar, men jo'jalarimiz ancha kichkina edi. Va ba'zi bir obunachilarimiz yozgan edi kommentariyaga. Qiziqaman aka jo'jalarga degan edi. Mana aka jo'jalarni ko'ryapsiz, mana yetilib qolgan. Qolganligini qarab jo'jalarni mana. Xuddi shu holatda ancha kichkina edi. Eysizda. 1,5 oylik jo'jalar. O'rtada mana 10 1,5 kilo. oy, 1,5 oy bo'lgan yo'q hali mana. Mana qolganligini qarab. Bir qircharing dakanda Lekin shunday tez yeydi. Tez yeydi. Do'stlar, Xudo xolasa, va bu xo'rozlarimiz katta bo'lishini ham davomli kuzatib borasizlar. Chiroyli bo'ladi mana. Ha bu qushlar lekin mana shu mazza qilib boryapti. Meva-cheva, yemlar, suvlar mana. Tay issiq, atrof o'ralgan, semizkalar, mevalar, mana yemlarni ko'ringlar. Endi bu inson o'ziga bog'liq bu narsalarni. Misol qancha ko'p mehr bersiz, inshaalloh shuncha ko'p o'sha natijalarga erishib borasiz. Har xil maramar deydimi, nima deydi, endi bu qushlar nomini to'g'risi bilolmayman. Men o'zim boqqanimni bir 3-4 yil oldin boqqanimda ko'paytirilmagan edi. Chunki menda sharoitim unaqa bo'lmagan. Lekin bu sharoitda albatta Xudo xolasa mana natijalarda sarazi olib kelishimiz bilan tuxumlarni bosib, tuxumlarga kirib yana uylarda ham tuxumlar bor ekan, biz o'taqimiz Bugundan mana misol uchun mana shu ishladi, mana birinchi gnezodan. Bitta tuxum qo'yibdi mana bugundan. Bitta tuxum qo'yib shu gnezo qolgan tuxumlar ham bor. Yo'q, qolganlarni bezovta qilmaylik. Ishlashni boshladi. Ishlashni boshladi. Hech qancha bo'lmadi, olib kelganmiz qushlarni. Sharoit yaratdik o'zi. Aksariyat shu qushlarni qancha kenglikda bo'lsa, qancha ko'p uchsa, qush shuncha tez yetilar ekan, tezroq ishlashni boshlaydi ekan. Ana Shuni bildim. Men ma'lumot shu. Joyiga, demak, joyiga keng joy bo'lishi birinchi o'rindagi narsa ekan. Ko'proq qushlar tez yetilar. Mana do'stlar, gnezosidan uchib, mana bu yoqqa uchadi. Uchgandan keyin mana joy yo'q. Asosiy ham hammasi o'ylab hisob qilingan. Bu tomonga joy qilgan bo'lganda, yo ba'zi ko'p qolib ketgan bo'lardi yoki ba'zi ko'p qolib ketgan bo'lardi. Bu tomonga qarab uchgan paytida ba'zi joy yo'qligini ko'rib, iloji yo'q majbur bu tomonga qaytardi. Shuni hisobiga ko'proq uchadi, ha. Bir-birini quvib yurib, uchib keng-kenglikda bir-biridan qizg'onib, quvib yurib, tez yetilar ekan. Ana. Shuni bildik endi. Ana do'stlar, Qancha ko'p ko'ryapsiz. uchsa, shuncha yetilar ekan. Ishlashni boshlaydi ekan. Xullas do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa yana bir vaqt qilamiz inshaalloh. Yana do'stimizni Vallerimizni qolganlarni uylarini bitirib, anaqa atmosfera. Mana bu narsalarni Xudo xolasa shunaqa narsalar bor ekan. Chiroyli qilib xonalarni bezatib, albatta qo'limizdan kelgancha qilib, Xudo xolasa sizlarga doimiy video qo'yib borishda, bu borada bo'yicha qush bolalar bo'yicha ham video qilishga harakat qilamiz. Do'stlar, bizni kuzatib boring, doim sog' bo'ling, salomat bo'ling, like va podpiska bosing. Yangi ko'ryaptiganlar like bosib, podpiska bo'lib qo'ying. O'zimizga birodarlar har doim like bosib kelishyapti. Do'stlar, barchalarga rahmat. Bugungi kunlaring xayrli va barakotli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.